Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muruvvatli xalqimiz, yurtimiz, mo'min musulmon bandalar. Muborak ro'za-i Ramazon oylari barchalarimizga muborak bo'lsin. Bu oyda qilinadigan yaxshi amallar, yaxshi niyatlar, yaxshi ezguliklar hammamizga Alloh va'da qilgan savob va ajrlari bilan, mukofotlari bilan berilsin. Men 2018-yildan beri mana shu bolalarimni zo'rayib boruvchi mushak distrofiyasi Duchenne kasalligi bilan kurashib davolab kelmoqdaman. Bu kasallikni kundan kunga zo'rayib boruvchi mushak distrofiyasi Duchenne kasalligini davolash uchun xorijiy davlatlarda chiqqan Elvidis dorisi yordam beradi, kasallikni to'xtatadi batamom. Dorini olishimiz uchun fond ochishimiz kerak. O'sha fondni ochishimiz uchun ham bizga katta mablag' kerak ekan. U mablag'ni olish uchun sizlarning muruvvatlaringiz, saxovatlaringiz, muborak oyda qilinadigan zakot ehsonlaringiz bizlarga zarur bo'lib turibdi. Alloh yo'lida qilinadigan ehsonlaringizni haqiqiy haqdorlarga berishingizni so'rab sizlarga murojaat qildik. Alloh yo'lida 400 dan ortiq bemor bolalarni umidvor ko'zlarini umidsizlikka qoldirmanglar. Alloh yo'lida yordam qilinglar.